Diqqat, O'zgidromet ogohlantirmoqda. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Tezkor xabar va yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bugun kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat Buxoro, Navoiy viloyatlarida va kunning ikkinchi yarmida Toshkent, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 8-13 daraja iliq. Shimolda 2-7 daraja iliq bo'ladi. Poytaxtimizda kechga tomon yomg'ir yog'adi. Shamol 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 11-13 daraja iliq bo'ladi. Tog' oldi va tog'li hududlarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Toshkent va Namangan viloyatlarining tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi bor. Tuman tushishi mumkin. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 2-7 daraja iliq bo'ladi. Joriy yilning 6-9 dekabr kunlari kutilayotgan yog'ingarchilik hamda havo haroratining keskin o'zgarishi sababli respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida, jumladan Toshkent viloyatining Bo'stonliq, Ohangaron va Parkent tumanlari, Chortoq tizmasi tog'lari, Namangan viloyatining Pop tumanida qor ko'chish xavfi e'lon qilinadi. Tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz.